Salom hammaga, YouTube kanalimga va birinchi videomga xush kelibsizlar. Bugun birgalikda Turkiyada Watson'dan olgan narsalarimni unpacking va obzor qilamiz. Turk lirasida narxlari va o'zbek so'mida qancha narxda turishini videoni chetida yozib boraman. Birinchi mana shu qo'shma satrdan boshlamoqchiman. Mana upakovkasi shunaqa. Hozir o'zimda makiyaj bor, lekin buni ishlatib ko'rmoqchiman. Hali qo'shimcha fiksator ishlatmaganman. Mana o'zining cho'tkachasi ham bor. Yo'zi shunaqa rozali rangda gel. Eng yaxshi ko'rgan ovozim. Mana. Endi Biolisni ham qo'sh fiksator bor edi, o'shani ishlatardim, lekin uni ozgina ishlatishdan oldin namlash kerak. Hozir ishlatib bo'lsa, hozir oyna olib kelaman. Oynamni olib keldim. Menimcha juda ham ko'p bordim, keldi. O'shaning uchun qanaqadir boshqacharoq bo'ldi. Bu fiksatorni sal ko'proq olganman, o'shaning uchun bu qo'shimda sal g'alatiroq turdi. Lekin turishi va shakl berishi juda ham menga yoqdi bu qo'shimda. Bu qo'shimda menimcha yaxshiroq shakl berdi. Juda ham juda yaxshi, fiksatsiya qilib qoshda shakllanishi ham juda yaxshi. Menimcha buni ishlataman. Morodremdan mana shunaqa namlantiruvchi krem oldim. Aslida buni ko'k rangidan biz ikkinchi qutida tugayapti, bu tugadi. Opa-akalamizga ham juda ham yoqdi bu krem, juda yaxshi namlantiradi. Va xuddi shunaqa seriyani mana shunaqa sariq rangidan oldik. Chimayapti. Qanaqa qiyshiq o'chirdim. Bu mayli. Kunisini ham qisaverman. Mana. Va bunga komplekt qilib bu bilan birga ishlatish uchun xuddi shu kolleksiyani mana shunaqa yuz tozalovchi moyidan ham oldik. O yuz Gentle Moisturizing Cleansing Oil. Ya'ni bu makiyajni va kun davomida teriga yig'ilgan changlarni, kirlarni juda ham chuqur tozalovchi oil. Ikkalasini birga do'kona qilib ishlataman. Buni qulay tomoni ham gigiyenik ravishda mana bunaqa pompada chiqadi. Hali yangi ochilmagani uchun sekinroq chiqadi hozir. Xullas mana shunaqa hidini hidlab ko'ramiz. Hidi yo'q. Lekin buni yaxshi kremligiga, yuzimda yaxshi parvarish qila olishga juda ham ishonaman. Va bunda yozilgan Skin looks softer and smoother. Ya'ni terini yanada yumshatadi va tekislaydigan krem bu. Va Maroderimda shunaqa glikolik asidli tonikidan davom etamiz. Bu shunaqa tonik. Va odatda ishlatadigan tonikimni Watson'dan olganman. Va buni hidi ham yo'q va odatda men kosmetikalarning hidi bo'lmasligini yaxshi deb hisoblayman, chunki shirin hid kelib turgan yoki qanaqadir masalan kremlarda juda ham kuchli hidlar kelib turgan bo'lsa, bu ya'ni hidli kimyoviy moddalar qo'shilgan bo'ladi, o'shaning hisobiga juda ham hidli bo'lib turadi. U xuddi narsalarda hidli bo'lmasligi bu juda ham yaxshi deb o'ylayman. Yana Maroderimdan shunaqa shampun oldim. To'kilmasligi uchun shunaqa qilingan. Himoya vositasi ham bor. Yo'lda to'kilib ketmasligi uchun. Buni ichida argan oil, kokos yog'i bor. Sochlarni tiklashga, parvarish qilishga va zararlangan sochlarni yanada kuchli qilishga yordam beradi degan. Dermatologichski test qilingan deb yozilgan. Bunda juda ham yengil hid bor. Va Prudiadan shunaqa namlantiruvchi serum oldim. Bu aslida yuzga ishlatiladi, lekin hozir yuzimda makiyaj borligi uchun qo'limda sinab ko'rdim. Bu kokosli, lifli sovun.
Bu lifli sovuq menga juda ham yoqadi va doim ishlataman. Tanani skrabbing qilish uchun shunaqa lifi bo'ladi. Odatda xuddi mana shu sovunni qora ranglisini ishlatardim va yana Watsonsdan shunaqa ko'zi tagiga maskalar oldim. Bu shunaqa ko'rinishda. Buni yana ichida bor. Odatda bunaqa maskalarni muzlatgichda saqlash kerak. Qachonki yuzga sovuq kompress qilganimizda yuzimizdagi shishlar tezroq tarqaladi. Soch uchun rozmarin sprey oldim. Buni odatda doim ishlatadigan spreyim va buni opamga oldim. Va keyingi olgan narsam makiyaj uchun sponj. Umid qilaman kartonini ham kesib yubormadim. Buni ichida ikkita sponji bor. Bu sponjlarni qanaqadir ko'p aralashib yotgan joydan olgim kelmaydi. Baribir yuzimizga ishlatadigan narsamiz va paketlarda akkuratni o'xshaysa, gigiyena jihatdan ham to'g'ri deb o'ylayman. Va shunaqa peeling pad. Bundan 4 olganman. Quick Repair Cream. Kollagen gel maskasini kechasi uxlayotganda yuzingizga qo'yib uxlaysizlar va ertalab turganingizda ekstra namlangan ravishda uyg'onasizlar. Bu videolarda ko'rganimda shunaqa edi, lekin hali birinchi marta ishlatib ko'raman. Va body mist, perfume mist oldim. Odatda atirlarni juda ham yaxshi ko'raman. Atirlar sepishni doim juda shirin hidlar kelib turishini yaxshi ko'raman. Atirlar juda ham ko'p sepganda juda ham og'ir hid, kuchli hid bo'lishi mumkin. Lekin body mistlar hidi juda ham yengil va yoqimli bo'ladi. Juda ham yaxshi ko'raman. Yangi narsalar ochilayotgandagi o'sha birinchi ochilayotgandagi tovushlarni juda yaxshi ko'raman mana. Juda ham yoqimli hidi bor. Lekin buni bitta minus tomoni, buni hidi tezroq o'chib ketadi. Yana bitta sepay. Va bu to'rtta shunaqa quyosh krem. Bitta sizlarga ochib ko'rsataman. Judayam terimizni quyoshdan himoyalashimiz kerak. O'shaning uchun men juda ham ko'p quyosh krem ishlataman. Baribir yuzga ajin tushishi, dog'lar tushishidan quyosh krem juda ham samarali himoyalaydi. 50 SPF'li krem. Bu L'Oreal'da C vitaminli quyosh kremi ekan. Buni oldin TikTokda videosini ko'rgandim. Bu Studiani shunaqa oranjiy rangli quyosh kremi. Ikkita ko'kdan olganman, bitta bunaqadan olganman. Ochilmagan hali hozir ishlatayotgan quyosh kremi borligi uchun hali buni ochmayman. Va bu ichi shunaqa. Buni o'shancha ochib o'tirmayman. Keyingi olgan narsam bu tush. Maybellineniki. Buni ham hozir ochmayman chunki ishlatayotgan to'shta tushim bor. L'Oreal'dan Elsif kolleksiyasining soch spreyi. Bundan ishlatardim o'zim. Doim ishlataman bundan. Buni esa opamga oldim. Bu sochni ham oson taratishiga, ham silliq, ham shirin hid kelib turishiga yordam beradi. Bu yana bitta Watsonsdan Low My Skin kolleksiyasidan Face Cleansing Oil vegan formulali, ya'ni hayvonlarga oid hech narsa qo'shilmagan va bu namlantiruvchi ta'sirga ega. Hidi ham yo'q. Ya'ni normal. Olgan zapas narsalarga qo'shib qo'yaman va bu rozmarinli spreyni, shampuni ham vegan formula ekan va bu azelaic asidli serum. Buni ichida niacinamide, zinc, tea tree degan, ya'ni turk tilida choy ağacı va gliserin bor. Buni ham akamga yuborgandik. Endi o'zim olib ishlatib ko'rmoqchiman. Bu mana shunaqa. Google'dan qarasanglar qanaqa foydalari bor, nimalar vazifalari bor, ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni buni ham hidi yo'q. Boya aytganimdek, shunaqa kosmetikalarga hid beradigan narsalar odatda kimyoviy qo'shimchalar bo'ladi va uxodviy narsalarda kimyoviy qo'shimchalar bo'lmasligi, ya'ni hid kelmay turishi bu yaxshi. Va eng oxirgi va eng chiroyli narsamiz, bu narsalarning orasida eng yoqtirganim mana shu. Mana ochdim. Bu lab namlantiruvchi balzam va juda ham chiroyli, qanaqa asalli ekan bu. Va buni ichidan mana shunaqa, bitta asalli unaqa qoshiqchasiga o'xshagan narsa chiqadi.
va pastida balzami bor. O'zi ham yaltiraydigan balzam ekan. Buni ichida kichkina zarchalari, glitterlari bor ekan. Juda ham cuteligi uchun oldim buni. Va shunaqa narsalar menga juda ham yoqadi, chunki qanaqadir shunchaki qutiga oddiy qilib qo'ysa ham bo'lardi, lekin shunaqa idea qilishgan. Odamni qayta-qayta olgisi keladigan produktlardan bittasi bu ham. Yana joyiga qo'yib qo'yamiz. Menimcha hamma narsani obzor qilib bo'ldim. Balki bir ikkita narsa qolib ketgan bo'lishi mumkin, chunki bu yo'l juda ham kaos bo'lib ketdi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa keyingi unpacking videolarida yoki boshqa turdagi kontentlarda ko'rishib qolguncha bye bye.